Marvarid. Muallif Dilorom Qosimova. Hikoyani tinglashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'ling hamda hikoyani davomini birinchilardan bo'lib tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Bo'ldimi? Bo'ldi aka, rahmat. Menga ruxsat. Shoshmang. Biron nima kerakmi? Menga Marvarid nomli kitob chiqqan ekan. Shuni topib keltirib bering. Xo'p bo'ladi, boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Marvarid avvaliga biroz xijolat bo'ldi. Uni shu yoshda turmushi buzilganini bilgan paytlari qanday g'alati qarashgan bo'lsa, kitobni o'qib chiqqanlar, o'qiganlardan uni tafsilotini so'rab bilganlarida undan ming chandon ko'proq hayrat va achinish nigohlarini hadya qilishdi Marvaridga. Albatta bu qarashlar uning ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmadi. "Senga nima bo'lyapti?" dedi Shahlo undagi o'zgarishni sezib. "Hech narsa. O'xshamayapti." Shahlo doimgidek ilk eshitgan odamga qo'polroq, asli esa xavotir olib, bo'lmaguncha qo'ymaydigan paytda so'raydigandek gapirdi. "Mendan yashirasanmi?" "Yo'q, yashirmayman. Haligi..." Marvarid xo'rsingancha o'quv markazida bo'lib o'tgan gap so'zlarni aytib berdi. "Seni shu holatga keltirish oson bo'lmadi. O'zingni tut. Kim nima desa, kim g'alati qarasa, tushkunlikka tushaverma. Sen intilishing, o'sishing kerak. Agar senga kimdir yomon qarasa, ko'zlarini o'yaman. Nimadir deysa, tillarini sug'urib olaman. Sen esa ularga parvo qilmaslikka harakat qil. Yaxshiyam borsan. Sen meni hayotimni qahramonisan." Marvarid ko'zlari yoshlanib, Shahloni quchib oldi. "Qayoqqa ketyapmiz?" "Erta tongdan kelib olib, bir joyga borishimiz zarur" degan Ahrordan hayron so'radi. "Qishlog'ingga, Fotihamizga, ota-onangni roziligini olishga", dedi Ahror unga bir ko'z tashlab. "Nima?" Shahlo ko'zlarini katta-katta ochib, ovozni biroz balandlatdi. "To'xtating mashinani." "Nega vahima qilasan? Ota-onangsiz bo'lmaydi-ki to'ying. Bir kun shu narsa bo'lishi kerak. Qachongacha qochib yashaysan? Men xohlamayman ular bilan uchrashishni, kechirim so'rashni, duolarni olishni", dedi ko'ziga jiqqa yosh to'lib. "Qara qanday ering bor. Seni ko'nglingdagini aytmasingdan biladigan. Hali erinmassiz. Yaqinda bo'laman-ku. Bo'lsangiz keyin aytasiz eringman deb." "Xo'p-da, malikam. Adashibsiz. Men o'ylagan narsani bilmas ekansiz." "Xo'sh, nimani o'ylaganding?" "Eshmat cho'pon bilan aytishgansiz. Uni qishloqda ko'pchilikka gap o'tadi. Sizni tutib olib kaltaklashsa-chi? Men shundan xavotir oldim." "Hech narsa bo'lmaydi. Avval boraylik, oldindan xulosa qilmay. Mabodo sen aytgandek bo'lsa ham, bir ikki mushtga o'lib qolmasman. Juda bo'lmasa u bu joyim ko'karishi mumkin. Bu fojia emas. Yoki sen sevmay qo'yapsanmi?" "Sen yuzsiz. Qaysi yuz bilan kelding bu yerga?" Shahlo ko'rishib ulgurmay yuziga tushgan tarsakidan yerga o'tirib qoldi. "Nega urasiz uni? Nima haqqingiz bor unga qo'l ko'tarishga?" "Bu ko'rnamakni otasiman. Kerak bo'lsa o'ldirishga ham haqqim bor. Nima deysan? Kimsan o'zi sen?" Shahloni otasi o'shqirdi Ahrorga. "Men Shahloni bo'lajak eriman. Unga uylanyapman. Uni ko'zlaridagi dardni ko'rib, sizlarni sog'ingandir deb olib kelgandim. Afsus, sizlar arzimas ekansizlar. Uni shuncha yillik hijronlariga. Bunday yuzsiz qiz kerakmas bizga. Fotihalangan vaqt qochib ketib, bizni sharmanda qilgan bu yuzsiz. Ota-ona roziligini bilmaydi. Zo'r ish qilgan ekan qochib. Qizlaringizni onasi og'zidan ketmay turib, xotinlikka berib yuborishga qanday ko'zingiz qiydi? Shahlo yaxshi qilgan ekan. Vaqtida qochgan. Bir otasidan qo'rqib, qismatiga ko'nib, bolaligini xotinlikka bo'shatib bergan Marvaridmi? Bunday rozichiligingiz boshingizda qolsin.
Yig'lama. Yo'lda qaytisharkan Ahror asabiy edi. Shahlo boshini devorga suyab olgancha tinmay yig'lab ketardi. Shahlo bo'ldi qil. Boshing og'rib qoladi ko'p yig'lasang. Iltimos, mashinani to'xtating. Shahlo ko'p yig'laganidan havo yetishmagandek bo'ldi. Boshi ham aylandimi? Har qalay oyna ochganda kirgan Shabboda unga yetarli bo'lmadi. Mashinadan tushib, unga suyanib olgancha chuqur-chuqur olib turardi. Men senga nima dedim? Yig'lama, bo'ldi qil. Men ulardan kechirim so'ramoqchi edim. Borishimizni eshitib sizdan xavotir oldim-ku. Baribir xursand bo'lgandim, ammo bo'ldi. Bo'ldi. Seni yig'lasin deb olib kelmagandim bu yerga. Ertaga to'yimiz o'tsa, bir bor rozilik so'rab ko'rmadim degan bir armon bilan yashama degandim. Shahlo hech narsa demadi. Ko'zlaridagi yosh bilan Ahrorga 5 soniya tikilib qoldi. Keyin ohistalik bilan yigitni quchib oldi. Yaxshiyam hayotimda borsiz. Durbek 2 kunini bo'sh bo'ldi deguncha Marvarid kitobini o'qish bilan o'tkazdi va nihoyat yarim kechasigacha o'qib tugatolmagan kitobni nonushtadan keyin o'qib tugatdi. Undagi voqealar unga shunchalar qattiq ta'sir qildiki, boshiga og'riq ham kirdi. Endi uni juda ko'p savollar qiynayotgandi. Marvarid yo'lda Eshmat bilan to'qnash kelmadimi? Va yana bir dunyo savollar. Shu savollar hamrohligida o'quv markaziga keldi. O'z xonasi tomon ketarkan, ayollar suhbati e'tiborini tortdi. Aniqrog'i, Marvarid ismi aytilgach, quloq solib ko'rdi. Marvarid, sizga bir narsa aytmoqchi edim. Ukam bor, yaxshi inson. Ayoli jigar serozdan 34 yoshida vafot etgandi o'tgan yili. 2 bolasi bilan qoldi ukam sho'rlik. To'g'ri kelganga uylanib ketgani bolalarning ko'zi qiymayapti. Siz haqingizda aytsam, rad qilishga shoshilmadi. Erta qaror qilma, u ham hayotdan kuygan qiz dedim. O'ylanib qoldi. Shunga nima deysiz? Ukamga ko'zlayapman sizni. Opa, men turmushga chiqmayman. Iltimos qilardim, hayotim haqida aytganimga pushaymon qildirmanglar. Menga er topsin deb aytmadim u gapni. O'sha kunga opa uylanmagan jiyanini ko'zlaganini bilgach, o'zimni teng ko'rmay ochiq gapirdim. Marvaridning yig'lagisi kelib gapirardi. Durbek gap poylagandek bo'lmay deb xonasiga kirib ketdi. Ammo juda asabiy edi. Kelini 34 yoshida vafot etgan bo'lsa, bunga ham 1 yil bo'libdi. Agar hayot bo'lganda 35 ga kirar ekan. Eri hech yo'q, 1-2 yosh kattadir. Umuman er-xotin teng bo'lishgan bo'lsa ham Marvariddan necha yosh katta bo'ladi? 15-16 yosh. Bu ayollar ahmoqmi? Yoki uni hayotini o'qimadilarmi? Nima eski eridan yosh bo'lsa bo'ldi deyishyaptimi? Durbek nega asabiylashayotganini o'zi bilmasdi. Unga Marvaridning hayoti juda qattiq ta'sir qildi. Otasidan ham, eridan ham qattiq nafratlandi kitobni o'qiganda. Biroz jahlini bosishga urinib suv ichdi. Keyin eshigini ochib, markazdagi eng tajribali dizayner ustoz Harima opani chaqirdi. Sizlar bu yerga nega kelgansiz? Durbekning xonasidan asabiyroq chiqqan Halima opa o'quvchilarga zahrini sochdi. Maqsad nima? Hunar o'rganishmi? Nima bo'ldi ustoz? 1 yosh kattaroq ayol so'radi. Boshliq Durbek sizlardan shikoyat qildi. Hunar o'rganish maqsadingiz bo'lsa, sovchi o'yiniga chalg'imay, qunt bilan o'rganinglar. Durbek bu yer yor ko'rsatuvi emas, ukasiga jiyaniga xotinni topgani, nega kelganini unutishmasin dedi. Har kim o'ziga keragini tushunsin va o'zini yig'ishtirsin. Opa, men xohlamagandim bu haqida aytishni, ammo sizda ayb yo'q Marvarid. Bu opa ochiq aytibdi ko'zlaganini. Pinxona ko'zlaganlar ham bo'lgandir. Umidlarni uzishdi shundaylar bo'lsa. Qolganlar tinch qo'ysin endi sizni. Durbek hunar o'rganishmasa, markaz obro'si tushadi, nega kelganlarini unutishmasin deb aytdi. Ammo xolangiz jiyan o'g'limizni yig'ishtirib, biz bergan topshiriqlarga qaratinglar e'tiboringizni. Yana nima bo'ldi senga? Kelganingdan buyon kayfiyating yo'q. Shahlo Marvaridni o'zi yorilishini biroz kutdi.
Ammo qiz indamay xomush tortib o'tiravergach, so'rashga majbur bo'ldi. Otasidan eshitgan gaplari sabab o'zini kayfiyati yo'q bo'lsa ham Marvaratning bu kayfiyatidan xavotir oldi. Bilasanmi Shahlo? Marvarat o'quv markazidagi oxirgi vaqtdagi gaplarni aytib berdi Shahloga. Sendan boshqa g'am tashvishlari yo'q ekanmi? Bilmadim Shahlo. Menga kerak emas Shahlo. Men endi erkak zotini o'zimga yaqinlashtira olmayman. Qo'rqaman ulardan. Yig'lama. Naqd o'quv markazingni boshimga qo'yib janjallashib kelaman agar sen yana yig'lasang. Agar shunday qilsang, aniq men quvulaman markazdan. O'zi bugun boshliq ustozimizga ancha dakki beribdi. Nega kelganini unutishmasin deb. Qanday aqlli inson ekan-a? Ajab qilibdi. Peshonasidan o'pko'lik ekan. Tentak. Bilishimcha boshliq erkak kishi. Bu gapingni Ahror aka eshitmasin. Men o'zimga yor tanlashda adashmabman. Men bu inson bilan hatto yo'qchilikda ham baxtli bo'lishimga ishonaman. Baxtli bo'lgan. Marvarat unga havas bilan qarab jilmaydi. Demak, buni ikkinchi kitobi hali chiqmagan ekanmi? Durbek asar davomiga qiziqib yordamchidan so'radi. Ha aka, hali chiqmagan ekan. Talab ko'p, ammo hali nashrga tayyor emas ekan. Ha, mayli unda. Durbek telefonini o'chirib, oyna oldiga bordi. Tashqarini kuzatib turar ekan, xayollari ancha tarqoq edi. Kunlar odatiy tarzda o'tar, Durbek Marvaratga ko'p to'qnashib ketardi. Ba'zan hayron bo'lardi. Bu qizni avval ko'rmasmidi? Yoki hayot haqida bilmagungacha unga e'tibor bermaganmidi unga? Nima gap opa? Kayfiyat yaxshi emas? Hisobot topshirgani kirgan Halima opadan so'radi. Nimasini aytay Durbek? Men sizni buyrug'ingiz bilan o'quvchilar orasida darsdan boshqa mavzularni yig'ishtirgandim. Ammo tikuvchilik bo'limida qizlar ko'p bo'ladi deb tashqaridan qiz qidirib keladiganlar paydo bo'libdi. Vaqtingizni olib bezovta qilishyaptimi? Kimdan ruxsat so'rab kirib kelishyapti ekan? Eshikdan kirishda tanishib chiqamiz markaz bilan deb kirishadi. Halima opa gapirib chiqib ketdi. Durbek o'ylanib qoldi. Ketganlar Marvaratni ham ko'zlashdimikin? Uni hayot haqida bilishdimikan? Mumkinmi? Durbek qiya eshik oldida mo'ralab turgan Marvaratga qarab qoldi. Qulog'i garangmikin-a? Marvarat o'ziga jim qarab o'tirgan yigitni ko'rdi-ku, eshitmadi deb o'yladi. Qattiqroq gapirishim kerakmikin? Pichirlab labini tishladi. Keling, nimadir kerakmi? Garangmikin degan so'z Durbekka boshqacha eshitildi. Taxminni qilgan Marvarat ko'zlarini katta-katta ochib qaradi. Nahot eshitgan bo'lsa gapini. Garangmasman, bemalol gapiravering. Men haliga bularni Halima opa berib yubordilar. Qolib ketgan ekan. Shu yerga qo'yib ketavering. Xo'p bo'ladi. Marvarat tortinib xona ichiga kirdi. Biroz hadik bilan stol ustiga qog'ozlarni qo'yib, ortiga qaytmoqchi edi. Ismini Durbekni tilidan eshitib to'xtab qoldi. Marvarat. 1 minut. Hayotingiz yoritilgan kitobning davomi qachon chiqadi? Eshitdingizmi dadasi? Zebo opamning qizi Shahloni to'yi bo'layotgan ekan. Shaharda o'ynashi bor ekan. Uylanmasdan yetaklashib kelibdi. Eshmat cho'pon bilan tortishib qolganda o'tgan kuni Marvaratni rosa haqoratladi. Rostmi yo'qmi bilmayman, ammo uni ham Shahlodek bittasini topib olgan dedi. Bu qiz meni isnodga qo'ydi. Kechirmayman uni qaytsa ham. Ko'rgan bo'lsa demak rostdirda. Sizga nima, yosh xotinini tashlab kelarmidi biron gap so'zi bo'lmasa? Haqsan. Hammasiga shu Marvarat sabab. Uni deb Eshmat bilan oramiz buzildi. Kimsan, qishlog'imizni eng qo'li uzun odami bilan. Kelsa kiritmang shu qizni. O'ldirdi bizni gap so'zga qo'yib. Hayotingiz yozilgan kitobni davomi qachon chiqadi? Siz ham o'qidingizmi? Ha, o'qidim. Siz mendan xijolat bo'lmang. Uyalmang hayotingizni bilganimdan. Ochig'i tan berdim boshingizga tushgan shuncha ishdan keyin ham sog' salomat yurganingizga. Agar Shahlo bo'lmaganda bu kunlarga yetib kelmasdim, dedi Marvarat past ovozda. Shahlo?
Durbek birinchi kitobda atiga 3-4 marta ismi keltirilgan qizni eslashga urindi. Shahlo adashmasam, ammangizni qizimidi? Sizga nikoh kechasi qochib ketishni maslahat bergan qiz, shundaymi? Ha, shu. U meni dunyodagi eng yaqinim. Shaharga qaytgach hayotingizga biron kim kirmadimi? Yo'q, kirmadi. Kiritmayman. Uzr, men boray. Erkaklardan travmasi bo'lgan qiz obdon gap olib gapga solayotgan Durbekdan biroz hadiksirab qoldi bir zumda. Fe'li shundaymikin? Yoki hayotimni bilgani uchun atay menga shunday muomala qilyaptimi?